Өзінің рәзіл планының бешіт болып атқанлығын көрген Кар қаттық теркіп кетеді. Бұл зады нем шоп кетті. Зәр қайтырғыш doğrusu пәкәт меніңлі қинымды батты ғой. Чоқым біріңлі ашқырылып әттіңла. Яқ Кар әпәндім, бұл не намсыз бір алым кәшіп чықыпты. Қандақ мүмкін болсын. Әжіба, бұл дүнияда маңы оқшаш ген тәртейі бар адамдың ені бірсі бамыды? Dadыңыз яш вақтыда тазым шаш адам оқшайды Кар әпәндім. Dadısının қылмышлары Карны ені бір кетім қан жығылтыды. Бұл чағда шәр мейданында әммейлем bu qitimliq virus qarshi turish urushining g'alabasini qutlug'layotdi. Aranglarda xosiyatli odam kirishni ko'rganlar bormi? Men tuniyman, uni menla tuniyman. Men tuniyman chungda. U menga buni sanglam sovuq qilma deb menga bergan bir ko'q setib bergan dexe. Men tuniyman, menga bir ko'q setib bergan. Menmo. Hey, menmo. Mana bas, gap sal jiqib ketib qoldi. Qo'llarimiz bu qachon kuyishib ketgandi. Mana bir pad usulga maramat. Xalq usulga tushib ketdi. Lekin bu vaqtda Karning razil kuchlari Tirishning ishxonasini vayron qilib etgan edi va oxiri Qor qo'lni Tirishning oilasiga soldi. Kirish bu shabijudek tili bor g'alati maxluqlar bilan qattiq so'qishib ketdi. Musha orliqda Kaya bo'lsa Kirishning niqob taqig'iliga qarab, siz cho'qim yandim bayandek shay bir bola. Men sizni bir habba qilib olaychu deb qilib zo'rlab ig'iz burun yalashmoqchi bo'ldi. Ay qiz, Karni qo'yib biting. Yomon bo'lsangiz, qig'iliqni menga qilib beqing. Mana, mush vaqtda Kirishning qilayotganlarini ko'rgan ma'lum bir to'rdosh gepi bo'lsa yeniga kelib demasdan, o'sha jiroqda ushshaq tillarni chiqarib, uni g'ajovatlatdi. Bu jonfal, bu densan, bu jonfal, bu densan. Kirish bo'lsa, bundaq tilim bor debla to'rda xohlagancha odam tillaydigan uzun tilliq maymoqlarga qattiq o'sh edi. Shunglashqa Kirish uning tilini sug'urib, uni tili bilan chigib qo'ydi. Doktorxonga borgandan keyin bayamqi jidalda ayolning zaxmlanib homilasining tushib ketganligini anglagan Kirish qattiq azoblanib ketdi. Karning qo'l ostidagi o'zgarishchan qiz Kaya Kirishning ayolini baribir balfiyib ketgandi deb ayolni yengilab berish maqsadida ayolning siyoqiga o'zgarib oldi. Bu xosiyatli odamning ko'ngli hamma yomonlikni tuyoligini bilan, biroq ko'z oldidagi bu odamning amaliyotda o'z ayoli emas ekanligini toniy olmagan edi. Lekin yana bir jihatdan tonidimakmi deb o'ylaymanmi? Nimali degan bilan iPhone'dan Samsung yaxshi, Arshovdan Fanshin yaxshi emasmi? Amaliyotda Periya Kar apandim tarafidan tutqun qiladigan bo'lib, ona bola ishkaylan sog'-salomat edi. Bularning maqsadi Kayani Kirishning ayoli Periyaning siyoqiga kirgizish orqali bu virusning davosini kimning tepib chiqqanligini aniqlash edi. Lekin bu qiz shuncha tirishgan bo'lsa-mu, virusning qandoq ijod qilinganligi to'g'riliq uchurga erishamaydi. Dada, dapiqni bu do'rini zada qanday yasadingiz? Bo'ldi, xotin kichik baldek so'rab-emi, kashf qildi, cho'ngladek aramalaydi. Bechara Kaya yana valoqlay deb turishiga Kirish o'zining taniga davo rangi shifo bo'lgan Abbos bilan zuvoni tuvoqlab qo'ydi. Bu dori Kayaga shunchalik shifo qildiki, o'zini qaytadan hayotga erishgandek bo'ldi. Atsi Shangmouchingda Kaya o'zi bilmagan asosda bir xatarga uchragan bu vaqtda qutuldirib qoladi. Hamda kang xalq ommasining birdek maqtishiga sazovor bo'ladi. Bu asnoda Kaya qattiq hayajonlanib, o'zining kiyim shkafida yana 2-4 tal texama tannoz o'chiqroq kiyim borligini his qilib, qaqasliqdan birini tepib Kirish bilan nay bo'lib to'piga milinib usulga tushdi. Aslida bu qiz Kirish bilan birga yashash jarayonida uning ko'yimchanligidan ta'sirlanib, uni yaxshi ko'rib qolgan edi.